Bu videoda ichuvchi, chekuvchi bir do'stlarimizga jo'natib qo'yasiz. Hozirgina bir yaqin birodar do'stimiz bilan bir joydan kelayotgan edik. Do'stimning ko'zi spirtli ichimliklar sotadigan bir magazinga tushib qoldi. O'sha joyda magazin atrofida 5-6 odam tentiraylab yuribdi u yoqdan bu yoqqa. Albatta ular shu spirtnoy ichimlikdan tanavul qilgan yoki ichib olgan. Do'stim aytayapti, Ramazon oyida ichib olibdi, ona bular deyapti. Avvalo ichadigan odam Allohdan qo'rqmaydi, ota-onasidan qo'rqmaydi, qarindoshlaridan, do'stlaridan uyalmaydi. Jufti halola ayoli farzandlarini yonida mast holatda yurishga uyalmaydi. Mana shuning uchun ham ichadi. Ularga ro'za Ramazon oyi farqi yo'q. O'zi aslida Ramazon oyida ko'p do'stlarimizdan, yaqin birodarlarimizdan eshitamiz, mana shunaqa harom ishlarda hammasini tashlashlikka eng qulay vaziyat, eng qulay oy deydi. Nimaga deb so'raganimda, Alloh bu oyda bandalariga sabr, toqat, qanoat beradi deydi. Ichkili chekkilikni xumori bo'lmaydi. Tashlash uchun umuman ichkili chekkili emas, boshqa harom ishlarni ham tashlash uchun eng qulay oy mana shu oy hisoblanadi o'zi aslida. İchib chekib yurganlar vaqti keladi, shu o'tgan vaqtiga juda afsuslanadi, juda attang qiladi. So'nggi pushaymon o'zingga dushmon deydi. Goh-gohida o'zimiz ham o'ylanib o'tiramiz, ba'zida o'tkazgan vaqtlarimizga, bekor ko'chada o'ynab yurgan vaqtlarimizga achinamiz. O'sha paytlarda vaqtida mehnatimiz qilib, pulimizni topmaganimiz uchun. Endi bu ichkilik ichgan do'stlarimizni qo'yavering. Bularda afsus, nadomat juda ko'p bo'ladi vaqti kelgan paytida. Bu dunyoda asli yaxshi bir ishlari bilan mashg'ul bo'lish kerak odam. Halol mehnat qilib pulini topish kerak. Oxiri yaxshi bo'ladi hammasi. Sabr qilishlik kerak. Bu dunyo imtihon dunyo. Ayshi ishrat, kayfi so'po dunyosi emasdi. O'sha ichganlardan ham so'rasangiz, bosh og'riq, ishlarim bor deydi. Yo'q bo'lmasa bir problemalarim bor deydi, ruschasiga aytadi. Bu ichkili chekili problemalaringizni hal qiladimi? O'sha muammolarni hal qiladimi ichkili chekili? Kechagina mana qanaqa issiq bo'layotdi, mana bugun sovuq. Issiqni sovuqqa o'zgartirgan bu zot Alloh hamma narsaga qodir. Butun vujudingizdan g'am anduqlaringizni yulib tashlaydi. Agar niyatingiz to'g'ri bo'lsa. Hayotingizni qolganini faqat xursandchilik, yaxshi kunlarga to'ldirib qo'yadi. Allohdan astoydil so'rab halol mehnat qilish kerak.